Uni nima qilyapti bu? O'zingiz bilasizmi qilayotganini? Nima qilyapti? Nimaga ichkaridan ildirib olib, men to'ydan kelishimda kutib, xondoqdan ostida yotibdi. Uxlab qolmayman deb siktirib yotgansan hozir. To'g'rimi? Siktirgani yo'q. Siz oldingizda siktirmoqchi edim. Ya nimaga? Hozir ko'zingizni olib siktiraman. Yo'q. Hozir oldingizda, shunday sizni oldingizda. Yo'q. Men deganim eshit, mayli, bilganingda qil. Qilaman. Bundan keyin Sen nimaga mening uyimga kirding? Ya nimaga mening uyimga kirding? Hozir xotiningni oldiga meni olib borasan. Tushundingmi? Xotiningni oldiga meni olib borasan hozir. Kelishdikmi? Xotiningni oldiga meni olib borasan? Men salmo bitta bo'shatma. Yo'q, mayli uni. Umr. Sen tuzingga siskay seni bor-ku. Qoningga siskay seni bor-ku. Ikko'miz og'ayin. Bilasanmi? Inang mening ammamning qizi bo'ladi. Sen shifrtishib yursanmas. Bunga birov gapirsa mening, to'xta biz og'ayin bo'ladi bu. Deydigan emasmisan? Misol, meni ko'chada birov gapirsa, urushsa, uni o'qisa, menga hazmida akorlar ketyapti. Sen og'ayin bo'lib turib shifrtishibmi? Ha? siz menga qiling. Nima qilib o'tiribsan sen bu yerda mening uyimda? Nima qilyapsan? Ha? Siz qo'sha-qo'shadan gapirasini gapirdingmi? Umar kerakmi bir marta? Birinchi marta kirishim Umar. Ha? Ha? Kirmabdi. Bu yer kirmabdi. Men qara bilaman. Bilmaysizmi? Yo'q. Erkak bo'lsa-da, mujib bo'l. Bilgan po'qingiz. Yo'q. To'xtab tur. Sen nimaga mening ruxsatimsiz meni uyimga birovga kirgizsan? Mening uyim bu. Nimaga mening ruxsatimsiz mening uyimga? Xohlaganingizni qiling. Men bo'ldi. Siz menga ulug'bek o'ynash qildingizmi? Olavering bemalol. Men qo'rqmayman. Kamera, uchastka yurib men qo'rqmayman. Bo'ldi. Qo'rqadigan narsani men yo'qotib Yo'q. qo'yaman. Yo'q, nima qildi? Tushunasizmi? Qo'rqadigan narsani yo'qotib qo'yaman. Sizga mana shu kerak edi. Men aql qildim shuning uchun. Nimaga mening uyimga kirding? Mana mening uyim mana bu. Turibman aka. Mana mening uyim. Shunchalik endi odamni yerga pastga o'tdimi? Yo'q. Yo'qingiz o'zingiz bilmaysiz.